Tasavvur qiling, Xitoy zaminini 134 kilometrdan uzun ulkan kanal yorib o'tmoqda. Bu Pinglu kanali so'nggi 1000 yillardagi eng katta suv infratuzilmasi loyihasi. Buyuk kanaldan keyin eng katta qurilish. Loyiha 2022-yil avgustda boshlangan va 2026-yilning oxirida yakunlanishi rejalashtirilmoqda. Uning umumiy qiymati taxminan 10 milliard dollar. Kanal Xitoyning ichki hududlarini to'g'ridan-to'g'ri Bebu ko'rfasiga, ya'ni Janubiy Sharqiy Osiyoga ochiluvchi darvozaga ulanadi. Bu esa tovar yetkazib berish vaqtini keskin qisqartiradi va Osiyo davlatlari bilan savdo aloqalarini yanada tezlashtiradi. Bu faqat qurilish emas, balki Xitoyning strategik infratuzilmasi orqali iqtisodiy o'sish va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan ulkan qadam. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Pingyu kanali dunyo savdo qoidalarini o'zgartirib yuborishi mumkinmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.